Azushka bilan tarjima qilgan Yorix va X-Days. Videoni avtori Monkey Play MLBB. Mobile Legends kibersportivniy o'yinchilar Gold Lane'ni qanaqa o'ynashini ko'rib chiqamiz. Ya'ni O'xib, Keller va Skyler. Bu video bitta narsaga maxsus bo'lmaydi. Ya'ni bu videoda biz draft, o'yinni boshi, o'yinni o'rtasi va o'yinni oxirini o'rganib chiqamiz. Gold Lane'da turish hammaga emas, lekin shu videoni ko'rib chiqsanglar 100% o'rganib olasizlar. Biz bu videoda to'g'ri draft qilish, o'yinni nachaladan boshlab late gamegacha qanaqa o'ynash, gank qilishganda qanaqa qilib trick qolish, team fightda qanaqa pozitsiyaga turish va hamma Gold Lane'ni qiladigan asosiy xatolarni ko'rib chiqamiz. Va o'zingizlar yaxshi o'ynagan giroy ajratib olinglar. Menga bilan Leylani unutinglar, iltimos, va giroylarni turlarini tushunib olinglar. O'zi draftda ikki xil turi bo'ladi. Birinchisi komanda bilan kelishib o'ynaydigan giroylar, ikkinchisi esa solo, одиночка giroylar. Agarda sizlar komanda bilan kelishib o'ynashni xohlasanglar, sizlar to'g'ri pik qilishinglar kerak. Pikli komandaga tushish kerak va fightlarda to'g'ri pozitsiya egallashinglar kerak. Agarda sizlarning komandadoshinglar noto'g'ri pik olsa, ya'ni tushunmasa piklarni, unda sizlar ularni pikiga qarab kuzatinglar. Agarda ular uzoqdan o'tadigan giroy olsa, masalan, Bane bilan Navari, unda sizlar uzoqdan o'tadigan giroy olmaylik, chunki sizlarda jumlah komanda bor. Masalan, Layla, Granger va Leslie. Agarda sizlarning komandanglar 3 ta jirniy giroylarni olsa, sizlar unda pozitsiyasi qiyin bo'lgan giroylarni ola olasizlar. Chunki ular sizlarning pozitsiyalarini ushlab bera oladi va sizlar Nathan, Van yoki Moskov pik qilsanglar bo'ladi. Agarda sizlarning komandanglar mobilность katta bo'lgan giroylarni olsa, sizlar ham mobilность katta bo'lgan giroylarni olishingiz kerak. Masalan, Iritel, Harit va Cloud. Agarda sizlar solo ikrok bo'lsanglar, har bitta yulduzchilar o'zingizlarni bo'yninglarda. Agarda sizlar mifitik rangda bo'lsanglar, sizlar o'zingizlarning komandanglarning zaif tomonini tushunishingiz shart. Sal oldinroq gaplashib tushuntirib bergan pikimizni qilinglar. Birinchi xato shunaqa, bir-biriga to'g'ri kelmaydigan giroylarni pik qilmanglar. Chusim bilan, Frey bilan, Diggy yoki Hills bilan X'ga o'xshash giroylarni olmanglar. Misol uchun sizlarning komandadoshingiz XP'ga Vendetta, Leska, Lisunsin, Roamga Hills, Midga Kimmi olsa, sizlarni ADK pik qilishingiz katta xato bo'ladi va yutqish ehtimoli ko'p. O'shaning uchun sizlar bayez pik qilishingiz kerak. Masalan, Ruby. Bunaqa pik faqat katta ranglarda o'xshaydi. Sizlarning Gold Lane'inglar bunaqa pik bo'lganda ADK yoki Mag olishi xato bo'ladi. Agarda sizlar va nihoyat epikdan chiqib ranginglarni kattaroq olmoqchi bo'lsanglar, sizlarning qiladigan pikinglar va beradigan uroninglar juda ham katta rol o'ynaydi. Agarda sizlarning komandanglar 3 ta magnetik rolli giroyga bo'lsa, sizlar fizik rol pik qilishingiz kerak dushmanning komandasiga qarab. Bu 1-9 o'ynagandan ko'ra yaxshiroq va sizlar giroylarni to'liq kuchini ochib bera olasizlar. Ularning ADK'sini ko'rgandan keyin iloj boricha tezroq u ADK'ga counter qilib pik qil. Unga qarshi to'g'ri emblema tanla. O'zi sizlarda ikkita yo'l bo'ladi. Agarda sizlarning giroylar nachalida kuchsiz bo'lsa, sizlar bitta emblemani defga olishingiz kerak. ADK emblemani olmaysizlar, bazaviy emblema bilan kvantoviy zaryadda olasizlar. Agarda sizlar nachalida kuchli bo'lsanglar, sizlar 3 ta emblemadan birini olasizlar. Bu Strelok, Assassin va Mag. U o'sha giroylarga qarab. To'xtanglar. Nima deb o'ylaysizlar? Nimaga ikkala vaziyatda ham Zashita emblemasi olinyapti? Qanday qilib laynda to'g'ri turish va qanday qilib hujum qilishni bilish kerak. Hamma Gold Lane'larni tushunish kerak va bu video asosan novichoklar uchun. Mif 20-30 ga chiqib aql tishmanglar. ADKlar 3 turga bo'linadi. O'yinni boshida kuchli, o'yinni o'rtasida kuchli va late game'da kuchli. Qaytarib o'taman, bu video epikdan low mifgacha bo'lgan ranglarga. Xullas, sizlar hamma giroylarning detallarini tushunishingiz kerak. Sizlarga hozir qanaqa draft qilishni o'rgatib chiqdik, lekin sizlar o'yinni nachalasini ko'tara olmasanglar, bu hamma o'rgatganimiz bir tim bo'ladi. O'yinni boshida sizlarning vazifanglar o'lmaslik, farm qilish va dushmanga farm bermaslik. Sizlar основной neytral bilan xavfsiz zonada turishingiz kerak. Bu xavfsiz zona, bu neytral zona, bu esa xavfli zona. Har doim kartaga qarab ularning triple midini kuzatinglar, ya'ni ularning mideri, Roameri va Lesnikini. Agarda ulardan biri bo'lmasa, sizlar neytral zonaga qaytinglar. Agarda ikkitasi ko'rinmay qolsa, safe zonaga, ya'ni xavfsiz zonaga qaytinglar. Odamlarning eng ko'p qiladigan xatosi bu o'yinni boshida fightlarga qo'shilib ketish. Bu sizlarning vazifangiz emas. Bu midda Lesniki va Roameri vazifasi bo'ladi. Sizlar shunchaki farm qilishga va liniyalarni asrab qolishga e'tibor beringlar. Bilishing kerak bo'lgan eng muhim narsa bu birga bir fight qilganingda yutasanmi yoki yutqisasanmi, shuni bilishing kerak. Sen Gold Lane'da fight qilishingdan oldin shu 3 ta qoida
narsalarni bilishing kerak. Jalabman charchab ketganim uchun qolganini X-Days sizlarga aytib beradi. Agarda sizlar nachalida kuchli bo'ladigan bo'lsangiz, creepni stop qilinglar va dushmanga agressiya qilishni boshlanglar. Agarda sizlar agressiya qilmaydigan bo'lsangiz va dushman geroy creeplarga yaqinroq tursa, unga tanga beriladi. Shuning uchun dushmanni creeplardan uzoqroq olib ketish kerak. Shunda u hech qanaqa olta olmaydi va farmdan qolib ketadi. Lekin bazasini ichiga kirib olmanglar. Har doim dushmanni mid-less roamini kuzatinglar va xavfsiz hududga boringlar. Agarda sizlar unaqa qilmaydigan bo'lsangiz, o'zingizlarning pozitsiyalarni yo'qotasizlar va liniyani yutqizishni boshlaysizlar va farm qilishinglar borgan sari qiyinlashib boradi va boya aytganimdek sizlar creeplarni yo'qotishni boshlaysizlar. Lekin sizlar birinchi farm qilib dushman komandiga liboy skilllarni berib ko'rasizlar va kartaga qarasanglar, sizlarga agressiya kelmayotgan bo'lsa, ularni triple midda sizlar dakans agress qilib o'ldirib yuborganinglar yaxshi. Agarda u geroyga kuchinglar yetadigan bo'lsa, shunaqa qilganinglar zo'r. Agarda kuchinglar yetmasa, sizlarning jamoadoshinglar gang qilishini kutinglar. Muvaffaqiyatli gang bo'lish uchun dushmanni o'zingizlarning towerga yaqinroq tortinglar. Agarda sizlar qilmasanglar, sizlarga xuddi shu ishni qilishadi. Shuning uchun dushman komanda haqida info bo'lmasa, hech qachon uni towerning oldiga bormanglar. Agarda kartadan sizlar tomonga agressiya qilinayotganini ko'rsanglar, maksimalniy darajada qochinglar o'lib qolmaslik uchun. Eng katta xato kamroq jon bilan dushmanlar bilan urushish. Urushgandan ko'ra prosta borib joninglarni to'ldirib kelinglar. Bu o'zingizlar ko'proq yashab, o'lmasdan farmga chiqib olishingiz uchun yordam beradi. Bu narsani yaxshilab tushunib olinglar. Sizlar birinchi cherepahada umuman kerakinglar yo'q. Undan ko'ra liniyada turib farm qilganinglar yaxshi. Sizlar cherepahaga qo'shilishinglar kerak bo'lgan vaqt minioninglarni olib bo'lganinglardan keyin va sizlarning komandada roamda chip bo'ladigan bo'lsa, uni ulti bilan yokida sizlar Moskva bo'lib, o'zingizlarning ultilar bilan borsanglar bo'ladi. Lekin ikkinchi cherepaha vash boshqa masala. U XP'da ham, Gold'da ham chiqishi mumkin. Agarda ikkinchi cherepaha ADK'da chiqadigan bo'lsa, siz borishga majbursiz. Faqat ungacha o'lib qolish kerak emas va minionlarni olib, xavfsiz zonadan borish kerak cherepahaga. Sizning vazifangiz cherepahaga uron berish yokida dushman komanda triligini bilib berish. Agarda XP tomonidan chiqadigan bo'lsa va sizlar nachalada kuchli geroy bo'ladigan bo'lsangiz, borib qarashganinglar yaxshi. Faqat o'zingizlarning creepinglarni olib bo'lgandan keyin. Agarda push qilayotganinglarda sizlarga agressiya qilishadigan bo'lsa, cherepahani prosta skip qo'yaringlar. Agarda sizlar late va ADK bo'ladigan bo'lsangiz, cherepahaga umuman bormanglar. Shunchaki farm qilib prosta pushga e'tiboringlarni qaratinglar. Yana eng muhim xatolardan bittasi team fight bo'layotgan paytda alohida chiqib ketish. Bitta sizlarning shu xatoylarni deb komandanglar cherepahani yutqizishligi mumkin va balkim ular chekinishga ham ulgurmasligi mumkin. Shuning uchun iloji boricha umuman solo yurmanglar. Endi esa sizlar bilan mid game'ni qanaqa o'ynash kerakligi haqida gaplashamiz. Sizlar bilan sal oldinroq nachalda qanaqa o'ynash kerakligi haqida gaplashdik. Mid game bo'ladigan bo'lsa, nachaladan juda ham katta farq qiladi. Mid game'da siz yordamga kelishga majbursiz. Biz sizlar bilan nachalada faqat farm qilish kerakligi haqida gaplashdik. Endi esa mid game'dagi vazifalar obyektlarga o'ynash. Agarda sizlarda mobilniy geroy bo'ladigan bo'lsa, Moscow, Cloud, Van kabi sizlar split push qilishinglar kerak. Yana bitta joyga push qurmasdan har xil liniyalarda push qilib, o'zingizlarning farminglarni yanada oshirish. Farm qilish uchun eng zo'r liniya bu mid lane. Nimaga deganda mid lanening creeplari tezroq keladi. Agarda sizlarning mid laneinglar o'zini farmini olishga keladigan bo'lsa, sizlar boshqa liniyani farmini olinglar. Mid game'ni yutish cherepahani yutishdan ko'ra ancha farq qiladi. Sizlar hamma komandadoshinglarga poddershka qilib o'ynashinglar kerak. Va yana eng muhim qoida, hech qachon cherepahani lesinglarsiz urmanglar. Kartada cherepaha olinishidan oldin hech qachon ko'rinmanglar. Hech qachon fightdan oldin uzoq pozitsiyada turmanglar. Komanda urushayotganda sizlar buff urib o'tirmanglar. Hammasi bir teng. Agarda sizlar late game'da qanaqa o'ynashni bilmasanglar. O'zim bunday olib qarasa, late game makrosi juda ham oddiy. Shunchaki liniyani tozalaysizlar va push qilasizlar. Lekin gold lanerlarda juda ham muhim rollardan bittasi. U qanaqa deydigan bo'lsanglar, fightlardan oldin hech qachon solo yurmaslik. Shunchaki o'zingizlarning komandadoshinglarning orqasida turinglar. Hamma uron sizlarda bo'lgan hisobiga team fightgacha omon qolish, fightlardagi eng asosiy vazifalar kerak emas geroyga uron bermanglar va fightga iloji boricha dushman komandani knopkalar yechilgandan keyin kiringlar. Team fightda yutish uchun qanaqadir shans ko'radigan bo'lsanglar, o'sha paytda o'tkazmasdan sirazi harakat qilinglar. Bu videoni avtorining kanalida mana shunaqa videolar bor. Biz prosta inglizchadan o'zbekchaga tarjima qilib berdik. Video yoqqan bo'lsa kanalimizga obuna bo'lib, videoga like bosib, o'zingizlarning fikringizni yozib qoldirish esdan chiqmasin. Keyingi videolarda ko'rishguncha